28 savol. Butan va kisloroddan iborat 3,6 mol aralashma yondirildi. Bittasi butan, keyingisi kislorod yondirildi. Hosil bo'ladi karbonat angidrid va suv. Reaksiyani tenglashtiramiz. 5 4 6,5. Xo'p. Kislorodni ortib qolgani bor ekan. Alkan mana qismida aytyapti. To'liq yonib, alkan tugadi. Suviqlari kondensatlangach, suviqlari bu holatdan suyuq holatga o'tdi. Buni gaz holatda olmaymiz. Va kondensatlangach 2,9 mol gazlar aralashmasi qoldi deyapti. Karbonat angidrid va kislorodimiz 2,9 molni tashkil qilyapti. Dastlabkisi esa 3,6 molni tashkil qilayotgandi. Farqi orqali hisoblashimiz. Dastlabki aralashmadagi alkanning miqdorini aniqlang deyapti. Xo'p, bizda 1 mol butan bor edi, 6,5 mol kislorod bor edi, jami 7,5 mol. Xo'p, reaksiya kirishib ketgandan keyin 4 mol karbonat angidrid qoldi. Farqi qancha? 7,5 dan 4 ni ayirib qo'ysak, deltamiz 3,5 ga teng ekan. Xo'p, endi-chi. Bizda esa 3,6 mol bor edi, 2,9 mol qoldi. Deltamiz 0,7 ga teng ekan. O'sha vaqtda butanni moli qancha bo'lganligini aniqlaymiz. 0,7 ni 3,5 ga bo'lib qo'yamiz. Chiqadi bizda 0,2 mol. Javobimiz esa B varianti.